Assalomu alaykum hammaga. Biz Xorazm viloyati ham Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab ko'mir atablinalar o'tiramiz. Hamma material o'zlarimizdan bo'ladi. 1 yil garantiyasi bilan borib ishlab beramiz. Bugungi bitirgan joyimiz Yangi bozor tumani Bog'alonda bo'ldi. Berimiz adresi Bog'alon darvozadan kirib kelaverishda 4 yo'lga kelib chap aylanasiz, oxirgi tupik ko'chada, Jo'rabek og'aning uyida. Uyimizni oqshom bitirib edik, boshladik. Bugun bitirib topshirdik, xudo xolasa. Uyimiz 15 metr 32 lik, 80 metr 25 lik, 25 metr 20lik, 120 deyt turbada 5 metr turbalarni ishlatib berganmiz mo'rliq. Nasozlarni ham qo'yib, samolyot ishlash uchun kraniklarni ham qo'yib, nasozlarni diniyazlarni balondan aytib berdik. Yoqib berganimizda xudo xolasa 20 minutlar bo'lib bordi. Ataplinamiz 80 gradus qizib turibdi. Ozroq o'dim bilan bir chelakdan ko'mir tashlab edik. Kocholimiz yonib turishi. Ventilatorlarni ham qo'yib, datchiklarni ham qo'yib, hali datchiklarni ishlatmadik. Xudo xolasa sizlar ko'rib boraverasizlar. Aytganda aytgan ishlarni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Uyimizda ham shunday zamonaviy alyumin batareyalardan ishlab berdik. Samotyok sistema bo'ldi hammerimiz. Spanellarning hammasini 15 li, dalondan bir yerga 20 latib qo'yib berganmiz. Zallarni 20 li, lesnitsa joylari bor, yerlarni ham 18 latib tashlab berdik. Bu birinchi batareyamiz. Bunga ham 90 gradus bo'kib, rezervuarlarni yonib, rossiyskiy latonik kraniklardan qo'yib, chiroyli deb ishlab berdik. Hammerlarni qo'ldan kelgancha akkuratni yetib. Bu birinchi batareyamiz. Berimiz dalon hisobi kichikroq ekan, ham qurish ham o'rtalikda bo'lgani uchun 20 latib bir yerga qo'ydik. Batareyalar shu 100 500 gigabaytlarda 10 santilik. Çık kızıp mı batareya? Isımı? Yapılağı. Bu ikinci batareyamiz. Bu üçüncü batareyamiz. Bu xonamizdan doğru kocholdan podacha obratganimiz girib kelgan. Bu yerdan bakımıza chiqarib berganmiz. Shu xonadan chiqqancha 32 lik bo'ldi. Keyin shu yerga girib qolincha obratganimiz ham shunday bo'ldi. Do'shiklarni ham mana berimizda ham shu 15 latib birini tashlab berganmiz. Bu üçüncü batareyamiz. Bu spalnimiz, xudo xolasa bu oxirgi batareyamiz. Berimizda ham kichkinaroq xona bo'lgani uchun 15 latib tashlab berdik. Har birini chiroyli deb rezervuarni yonib, kamera stikerlar o'rnatib. Bu 4-chi batareyamiz. Bu zalimiz ekan, berimizda 20 latib bir yerga qo'ydik. Ha, ismi? Yes. Oradan bul. Bu 5-chi batareyamiz. Keyin bu lesnitsa joyimiz, tam bir deb aytamiz biz. Girib kelaverishda 17 latib birini bu yerga tashlab berganmiz. Xudo xolasa ko'rib, kuzatib boraverasizlar. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Xorazm viloyati ham Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab ko'mir atablinalar, gaz atablinalar o'tiramiz. Shu kanalimiz rivoji uchun layklarni bosib, obuna bo'lib qo'yinglar, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib, ko'mir atablina o'tiraman deb yurgan donishmandlarga videomizni tashlab qo'yinglar. Xudo xolasa shu aytgan ishimizda ham, olib borgan vajarimizda ham 1 yil garantiya. Batareyalarning o'zini zavod 10 yildan 20 yilgacha garantiya berib qo'ydi. Turbalarni 2.5 sinkada ishlaymiz. Joyimizda shu Trabera binon 2.1lik bo'ldi. Ham aksiyadagi ataplinamiz bo'ldi ber. Siz sog'lom, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat.